Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ha, yana G'azzo mavzusi, yana Falastin mavzusi, yana G'azzodagi musulmonlar o'ldirilayotgan mavzusi, G'azzoda qatliam bo'layotgan mavzusi. Mana bu gapni eshitishlikdan, mana bu so'zni eshitishlikdan, mana bu videolarni ko'rishlikdan sizlar charchagan bo'lsanglar ham, lekin biz bu so'zlarni gapirishlikdan, ushbu G'azzodagi bo'layotgan voqealarni ko'rsatishlikdan hech qachon to'xtamaymiz. Chunki u yerda musulmon qardoshlarimiz, dindoshlarimiz har kuni 50 nafar, balki 70 nafar, balki yuzlarcha musulmonlar shahid bo'lyapti. Yuzlarcha musulmonlar yarador bo'lyapti va yana qancha musulmonlar o'z uylaridan surgun qilinyapti. So'nggi kunlarda ommaviy axborot vositalarida juda ko'plab birodarlarimiz tomonidan G'azzoda bo'layotgan voqealar haqida savollar kelib tushyapti. Birodar, u yerdagi holatlar qanday? U yerda oziq-ovqatlar yetkazilib berilyaptimi, yordamlar ulashtirilyaptimi? Yahudlar oldinga siljishdimi, qancha mintaqani egallashdi? Va ya'ni u yerdagi holat qanaqa, u yerdagi vaziyat qanday? Shunga o'xshagan savollar kelib tushyapti. Bu videomizda qisqa shaklda imkon qadar sizlarga shu G'azzodagi so'nggi holatlar haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Sizlar ham ushbu videomizni tarqatib, G'azzodagi bo'layotgan voqealarni ummatga, islom ummatiga ko'rsatish uchun ozgina hissangizni qo'shib qolishingiz mumkin. G'azzodagi voqealarga keladigan bo'lsak, Falastin, G'azzo sektoridagi qamal ostida qolgan G'azzodagi voqealarni butun islom ummati va butun yer yuzidagi insonlar ko'rib turibdi. U yerda qay darajada qatliamlar bo'layotgani, qay darajada bosqinchi yahudlarni qirg'inlari bo'layotganini islom ummati ko'rib turibdi. Subhanalloh, bir kuni ona farzandidan ayrilyapti, bir kuni farzand onasidan ayrilyapti, bir kuni inson qarindoshlaridan ayrilyapti. Kuniga yuzlarcha musulmonlar shu og'ir holatdan aziyat chekyapti. Subhanalloh, mana menga bugun G'azzodagi bizni xayriya fondimizni ishlarni olib boradigan u yerdagi ansor birodarimiz aloqaga chiqib, birodar, hozirgi holatimiz G'azzoda bo'layotgan voqealarni eng og'ir holatiga tushdi deyapti. Ya'ni mana 1,5 yil davomida G'azzoda shu darajada qattiq bombardimonlar, qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa, shu kunimizda boshimizdan o'tkazayotgan voqeamiz hali bizni boshimizga tushmagandi deyapti. Ya'niki G'azzodagi holat juda ham og'irlashgani haqida yozyapti. Birodarlarimizga eslatma qiling, opa-singillarimizga eslatma qiling, G'azzoni unutishmasin, yordamlarni to'xtatishmasin deyapti. Chunki holat umuman sizlar tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada og'ir deyapti. Shu sababli ushbu videoni olishga majbur bo'ldim. Ya'ni bosqinchi yahudlar G'azzoni mintaqalariga kirishlikda davom etyapti, qattiq bombardimon qilishlikda davom etyapti. Subhanalloh. Bizlarni ham xayriya fondimizni G'azzodagi musulmonlarga yordamlarimiz Allohga hamd bo'lsinki, davomiy shaklda davom etyapti. Ularga taomlar ulashtiryapmiz. Albatta ehsonlarni avvalo Allohning fazli va rahmati, so'ngra ehson qilayotgan aka opa-singillarimiz yordamlari bilan ularga yetkazishga muvaffaq bo'lyapmiz. Bizlar bir oyda taxminan har haftada yoki 10 kunda bir mablag' yuboryapmiz G'azzoga, katta miqdorda mablag'lar yuboryapmiz va imkon qadar har chiqargan mablag'imizda 300-400 nafar musulmonga ba'zi bir ehtiyojlarni yeta oladigan mablag'lar yuboryapmiz. Va ushbu mablag'larimizda taomlar tarqatilyapti, ichimlik suvlari tarqatilyapti, yosh bolalar uchun kashalar deb qo'yadi, ya'ni sutlar tarqatilyapti, yosh go'daklar, yangi chaqaloqlar uchun. Ya'ni ularning ehtiyoji nimaga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, eng zaruriy holat bo'lgan narsalar tarqatilyapti. Albatta bu narsalar ular uchun kam. Chunki ochlikdan o'layotgan musulmonlar bor. Ochlikdan o'layotgan chaqaloqlar, go'daklar bor. Endi biz musulmonlar to'yib ovqat yeyapmiz. Biz musulmonlar beg'am yuryapmiz. Alloh taolo mana bu holatni biz boshimizga ham solib qo'yishligi mumkin edi. Biz Falastinda tug'ilishimiz mumkin edi. Shu qiyinchiliklarni biz ham ko'rishimiz mumkin edi. Endi Alloh taolo bizga Falastinni ibrat qilib qo'ygan ekan, biz mana bu narsadan befarq bo'lmasligimiz kerak. Alloh taolo G'azzodagi ahlimizga najot va nusrat bersin. U yerdagi holat juda og'ir birodarlar va opa-singillarim. Juda ham og'ir. Yaqinlaringizga da'vat nasihat qiling. Birodarlaringizga da'vat nasihat qiling. G'azzo ahlini unutmanglar. Chunki holat juda ham og'ir.
Alloh taolo ofiyat bersin ularga. Mana Qurbon bayrami yaqinlashib kelyapti. Ramazon bayramini, Eid Ramazon bayramini juda ham og'ir kayfiyatda o'tkazishdi va Qurbon bayramini undan ham og'irroq kayfiyatda o'tkazishadigan bo'lib turibdi, chunki har kuni bombardimon davom etyapti. Yana shu masalada, qurbonlik masalasida ham inshaalloh yaqin kunlarda video qilamiz. G'azzoda qurbonlik qilmaslikka qaror qildik. Sababi u yerdagi G'azzoda qo'ylarning narxi juda ham qimmat narxlarda. Biz bitta qo'yni olib 30 ta 40 ta odamga tarqatadigan qo'yimizga u yerda balki 300 ta 400 ta odamni taomlantira olishligimiz mumkin. Shu sababli qurbonlikni emas, ehsonni yuborishlikni afzal bildik, chunki ahli ilmlarimiz ham, ustozlarimiz ham shu narsaga da'vat qilishdi. Ya'ni ularni 400 ta odamni qornini to'yg'azishlik, 40 ta odamga go'sht tarqatishlikni afzal deb bilishdi. Shuning uchun bizlar ham bu bayramda qurbonlik qilmaymizda, u yerga ehsonlarni imkon qadar katta bir miqdorda yordamlarni, ehsonlarni kirgizishlikni niyat qilib turibmiz. Alloh taolo ushbu ishimizda xayrli va barakotli qilsin va G'azzo ahliga bizni eng birinchi o'chirda yordam beradiganlardan, eng birinchi bo'lib qo'lini cho'zadiganlardan qilsin inshaalloh. Befarq bo'lmanglar, ular ham sizlarni qardoshinglar, musulmon ummati, chunki bular ustida qiyomatga so'ralamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.